Qurolli kuchlarda ofitser bo'lmoqchi edim. Sal isrofgar edim, to'g'risini tan olaman. Bu yerga keldim, ko'p narsani qadriga yetdim. Shunday egnimga boqdim. Egnimga boqsam forma turibdi. 19 yil davomida Surxondaryo viloyatidan biror marta tashqariga chiqmaganman. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidan keldim. Bayramlarda xizmatchilarning chiqishlarini ko'rardim. O'shalarning chiqishlari menga bir qandaydir bir o'zgacha taassurot uyg'otardi. Men yoshligimda ko'nglimda maqsad qilib tugib qo'ydim. Harbiy bo'laman, maqsad qildim. Davlatim timsoli bo'lmuş muqaddas bayroqni o'pib, vatanim oldidagi burchimni halol bajarishga, xalqimga, prezidentimga turmush sodiq bo'lishga tantanaviy ravishda qasamyod qilaman. Dadam o'zlari maqsadi shu harbiy bo'lish edi, lekin yetisha olmaganlari uchun shu formani o'zlaridagi kelajakda meni ko'rishlarini istadilar. Shuning uchun men ham hozir armiyaga, harbiy xizmatga keldim. Yoshligimda bobomga yordamlashardim, bobomning mol qo'ylari yoki bog'da ishlardim. Maktab davrlarida ko'p repetitorlarga bordim. Bir nechta fan va til sertifikatlarini ham qo'lga kiritdim. Hozir xizmat davomida til sertifikatlarini, fan sertifikatlari menga juda ham qo'l kelmoqda. Bu yil qurolli kuchlarimizda ilk bor bitta askar, bitta kasb yokida oliy ta'limga topshirish ilk bor imkoniyatlari berilmoqda. Men hozir o'zim oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish uchun harakat qilmoqdaman. Men ham oliy ta'limga kirishdan maqsadim shuki, qurolli kuchlarimizda ofitser bo'lish. Va hozirgi kunda e'tibor beryapmiz, harbiy xizmatchilarga juda ham katta imtiyozlar berilmoqda. Dastlabki qadamni muddatli harbiy xizmatdan boshladim, armiyaga kelishdan. Endigi maqsadlarim shu ofitser bo'lish, otamning orzusini ro'yobga chiqarish. Birinchi marta mana harbiy qismga qadam qo'yganimda avvalo juda bir kuchli hissiyot bo'ldi ko'nglimda. O'sha payt ko'z oldimga birinchi dadam keldilar. Shunday egnimga boqdim. Egnimga boqsam forma turibdi. Sen harbiy bo'lishing kerak, forma kiyishing kerak. Men o'rtoqlarimga mening o'g'lim harbiy deb maqtanishim kerak degan so'zlar keldi. Oilamizdan oliy ma'lumotlilar juda ham kam bo'lganligi sababli men mana shu oilamizdan birinchi bo'lib ofitser bo'lmoqchi edim. To'g'risini aytaman, o'zimiz viloyatimizdan uyimizdan birinchi marta chiqishim. Birinchi kelgan kunlarim sal qiynaldim, to'g'ri, oyimni sog'indim. Qumsaydi odam, uyda sog'inchi. Ko'proq bilasiz, ko'z oldimga faqat oyim va dadam bilan o'tgan kunlar keladi. Faqat o'shalarni o'ylaysiz. Birinchi navbatda armiyada shuni bildimki, inson hayotda har bir narsadan qadriga yetishi kerak ekan. Men bu yerga kelishdan oldin sal isrofgar edim, to'g'risini tan olaman. Lekin bu yerga keldim, ko'p narsani qadriga yetdim. Birinchi bizga berilgan vaqtni qadriga yetdim. Har doim inson o'qish, izlanish kerak ekan. Mehnat inson ulug'lar ekan. Qancha mehnat qilsangiz, siz darajangiz shuncha ko'tarilib bor ekan. Armiya menga mehnat qilishni, vaqtni qadriga yetishni, vaqtni to'g'ri taqsimlashni va o'zini ishlarini mustaqil bajarishni o'rgatdi. Mas'uliyatni o'z bo'ynimga olishni o'rgatdi. Oldin faqat yakka o'zim yurardim, yakka bo'lardim, lekin armiyada kelib jamoa bo'lib ishlashni o'rgandim. Armiyada siz o'zingiz yolg'iz bo'lmaysiz. Butun bir jamoaning bir bo'lagi, bir a'zosi bo'lasiz. Jamoa yutsa yutasiz, yutqizsa yutqazasiz. Armiya mana shunday. Mana shu yurtning har bir fuqarosi, shu yurtni asrashi kerak bo'lgan har bir kishi armiyada kelib xizmat qilishi kerak. Nega aynan men 1 yillik harbiy xizmatni tanladim? Men xizmatni avvalo o'zimning konstitutsiya burchi bo'lgan O'zbekiston qurolli kuchlarida xizmatni o'tash uchun men xizmat qilmoqdaman. Keyingi navbatda ona xalqimning, prezidentimning, butun vatanimning osoyishtaligini himoya qilish uchun, oilam, opa-singillarim, onam, har bir oilamning a'zosini qo'riqlash uchun men muddatli xizmat qilmoqdaman. Kerak bo'lsa deyarli bularning barchasini himoya qilish 1 yil navbatchiga turishga ham tayyormiz.